Sizdan zo'r kosmetolog chiqadi degan. Kosmetologiyaga kirishimiz sababi birinchi shu qizim sababchi bo'lgan. 7-yil ketdi mana. Men уже осознанный возрастda kosmetologiyaga kelganman. Meni hayotimda вообще kosmetologiyaga o'zimni kosmetologim, hozirgi paytda mana nastavnitsam meni, do'stim, dugonam. Shunaqa xursandman shu inson meni yo'limda, hayotimda uchragani uchun. Nodira Yakubova. Sizdan zo'r kosmetolog chiqadi degan. Ko'proqchi bilasizmi, mana o'zimga kelishadigan patsientlar o'zimni yuzimga sizdek qilib bering, sizdek. O'zingizga o'xshagan bo'lsin. Tabiiy, chiroyli, свежий bo'lib, yaltirab tursin yuzim. Ухоженный bo'lishga ko'proq kelishadi. Mening yuzim o'zi prinsipi judayam quruq, judayam. Mana onam rossiyankalar, tatarkalar, ularda bilasizmi, yuzi judayam quruq bo'ladi, terisi ham ingichka bo'ladi. 5 ta farzandning ichida bitta meniki shunaqa o'xshagan. Ajin ko'payib ketmasligi uchun men постоянно kosmetologga borganman yoshligimdan. Inyeksiyaga emas, ko'proq men uходовый protseduralarga ko'p borganman.